Assalomu alaykum. Demak, Word dasturida boshladik ishimizni. Demak, dasturni ochamiz. Endi ixtiyoriy matn chiqarish uchun tenglik belgisi rand qavs ochamiz, yopamiz va enter tugmasini bosib, biz ixtiyoriy matnni chiqarib olamiz. Endi davlat hujjatlari bo'yicha ishlamoqchi bo'lsak, birinchi navbatda birinchi abzasga kelib, ariza shablonini tayyorlamoqchimiz. Birinchi abzasga kelamizda, mana bu qismida joylashgan, mana ikkinchisini bir necha marta bosaman. Qarabsizki, mana bizda ariza shabloni tayyor bo'ldi. Endi bu yerdan barcha matnni belgilab olaman. Ya'ni klaviaturdan Ctrl A degan tugmani bosib belgilab olaman-da, mana bu yerdan tekstlash qismlarini amalga oshiraman. Ikki tomon bo'yicha tekstlashni amalga oshirdim. Qarasam hech qanday qism buzilmaydi. Va keyingi navbatda endi men shablonlarni tayyorlab bo'ldim. Endi qidirish degan qismiga o'taman. Buning uchun aynan главный menyusi bor, ruschasiga, inglizchasiga home degan menyu va bundan night degan komandasi, inglizchasiga find degani bor. Bosishimiz bilan bizga mana bunday ko'rinishdagi o'yin ochiladi. Endi ixtiyoriy bitta so'z qidirmoqchiman. Masalan, A harfini qidirmoqchiman. A harfini mana bu yerga navigatsiya yozishim bilan nechtaligini menga chiqarib beradi sonini va mana bu yerga ko'rsatib beradi. Va endi so'zlarni qidirmoqchi bo'lsam, mana bu yerga so'z yozishim kerak. Masalan, n degan so'zni yozmoqchiman. Qarabsizki, mana bu yerda 9 ta ekanligini ko'rsatib beradi. O'zi avtomatik ravishda sanab, qayerda joylashganligini ko'rsatib beradi. Endi esa almashtirmoqchiman. Mana bu yerdan zaminit degan ruschasi, inglizchasiga replace. Demak, mana bu qismidan bemalol mana n degan so'z yozilgan. Shuni o'rniga 4 ta 7 yozmoqchiman. Almashtirib beradi. Shunday bosishim bilan barchasini almashtirib berdi mana. Ko'rishimiz mumkin, mana 4 ta 7 ga almashtirib berdi. Endi keyingi narsaga o'tamiz. Demak, menga ixtiyoriy varaqqa o'tmoqchiman. Buning uchun mana bo'sh joyga kelaman-da, Ctrl Enter tugmasini 5 marta bosaman. Va Ctrl degan tugmani bosib, sichqoncha roligini aylantirib kichraytirsam, mana bu yerga kichkina bo'ladi. Ko'rib turibsizki, menga bir nechta varaq ochib qo'yganini ko'rishingiz mumkin. Mana 1, 2, 3. Yonma-yon joylashtirmoqchi bo'lsam, mana vid menyusidan yonma-yon joylashtir degan komandasini tanlab qo'yaman. Va qarabsizki, mana bizda yonma-yon joylashgan, demak 7 ta varaq hosil bo'ldi. Endi mana shu yerdan oxirgi 7-varaqqa xush kelibsiz deb yozib qo'yaman. Xush kelibsiz. Va buni kattalashtirib olaman. Mana qarabsizki, mana kattalashtirdim. Endi men birinchi varaqqa yoki 5-varaqqa o'tmoqchiman. Buning uchun mana bu qismidan go to degan qismi bor ekan, uni tanlab olaman. Yoki bo'lmasa klaviaturadan Ctrl G harfini bosib tanlab olaman. Mana bu qismiga esa bir raqamini yozib go to deganni bosishim bilan mana birinchi varaqqa keldi. Xohlasam 5-varaq 5 deb yozib go to deganni bossam 5-varaqqa avtomatik ravishda boradi. Va hokazo. Demak, o'tishlar qismini biz bilib oldik. Bundan tashqari aynan almashtirishda maxsus qismlari bor. Demak, mana bu yerdan bosishim bilan ichki qismi chiqadi. Mana spesialni degan qismlari bor. Mana bu yordamida siz belgilarni ham almashtirishingiz mumkin. Misol sifatida enter tugmasini bosib o'rniga probelga almashtirib berishingiz mumkin. Ya'ni bitta bo'shliqqa almashtirish imkoniyatiga egasiz. Demak, bu o'yinning imkoniyatlari shunday. Va endi mana bo'sh joyga o'tib olaman. Mana bu yerdan enter tugmasini 4 marta bosib bo'sh joyga keldim. Endi menga har xil ko'rinishdagi smaylikchalar kerak. Buning uchun Windows bilan nuqta belgisi bor. Shuni bosishim bilan menga oyna chiqadi.
Ana qarabsizki, mana bunday ko'rinishdagi o'yini chiqadi. Bu yerdan mana bularni tanlab ketishingiz bilan mana smaylikchalar, hattoki boshqa rasmchalarni ham chiqarish imkoniyatiga egasiz. Mana bu yerdan bemalol tanlab olishingiz mumkin. Har xil ko'rinishdagi rasmlar chiqadi. Masalan, yurakchan bo'lsangiz, yurakcha va hokazo qismlar chiqadi. Va bundan tashqari 4 marta enterni bosaman. Bundan tashqari alt degan tugmamiz bor. Alt degan tugmani bosib, o'ng tomondagi 3 raqamini bosib qo'yib yuboraman. Keyin esa alt tugmasini qo'yib yuborishim bilan ham menga rasmcha chiqadi, ya'ni yurakcha. Alt tugmasini bosib turamanda bir raqamni bosib qo'yib yuborib, keyin alt tugmasini qo'yib yuborsam mana smaylikcha chiqadi yana. Va bundan tashqari yana 4 marta enterni bosdim. Va mana bu yerdan Vystavka, ya'ni inglizchasi insert degan menyudan simbol degan qismi bor. Mana simvoldan другие simbol, ya'ni inglizchasiga more simbol degan qismi, shuni tanlayman va mana bu yerdan web dengiz degan tanlab kitobdagi ba'zi rasmchalarni chiqarishimiz mumkin. Masalan, mana uychani qo'yaman. Va mana bu dam olish joyini qo'yib qo'yaman-da va buni yopib, buni kattalashtiraman belgilab. Bularning menyusidan katta tepasiga burchakchasini bir necha marta bosib, men kattalashtirib olaman. Buni rangini bo'yamoqchi bo'lsam, mana bu yerdan bo'yab qo'yaman. Har xil ranglarga bo'yashim mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.